675 ball, ikkita predmet bo'yicha u to'p va halqalarda ikkinchi natijani ko'rsatgan. Birinchi o'rinda Marina Borisova, u ham Rossiyadan, faqat Rossiya bayrog'i ostida chiqmayapti. U demak Bulava va tasmalarda birinchi o'rinni egallagan, 56.95 ball. Mana hozir amerikalik sportchi va bu Darya Varfoloyeva chiqishini, uni dinamikasini, demak har bitta kompozitsiyani bajarishi, murakkablik koeffitsiyenti qanchalik, buni muxlislari ham ko'p. Mana har bitta murakkab elementni bajarayotganda zalga yig'ilgan badiiy gimnastika muxlislari olqishlar bilan, qarsaklar bilan kutib olishmoqda. 2, 3, 4, 5, 6 vertikal shpagatda muvozanatni yo'qotmasdan. Kecha taxminan ham Bulavalar bilan 10 marta mana shu aylanani ijro etganda Darya Varfoloyeva ham hozir 10 marta o'sha muvozanatni saqlagan holda bir oyog'ida